Goh shunaqa bir amalki, jannatda ham bardavom bo'ladigan amalda. Ya'ni jannatga kirayotganda ham o'zini ayoliga nikohlab qo'yiladi. O'zini ayoli debdilar, jannatdagi eng chiroyli hurdan men chandon ziyoda chiroyli bo'ladi debdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bir ayolga 4 ta narsasi uchun uylaniladi. Birinchisi dedilar, nasabi uchun. Nasabda qiz bolada onasiga qaraladi. Onasi qanaqa bo'lsa, qiz ham bir kun emas bir kun onasini qilig'ini qilib ketadi. O'g'il bolada-chi desa, otasiga qaraladi. Otasi qanaqa bo'lsa, o'g'il ham vaqti soati yetganda otasini qilig'ini qilib ketib qoladi. Onaniki ko'rilyapti, nimasini ko'riladi desa, dini diyonatligini ko'riladi. Nimasini ko'riladi desa, xonadondagi tutumini ko'riladi. O'g'il bolada-chi desa, o'g'il bolada uyga tortishishligi, uy ishlariga ota-onasiga yordam berishligiga qaraladi.